1963-yil 22-noyabr kuni Dallasda yangragan o'q ovozi nafaqat AQSh prezidentining hayotini, balki butun dunyo tarixini abadiy o'zgartirdi. Rasmiy versiyaga ko'ra, Li Harvey Oswald yolg'iz harakat qilgan. Ammo haqiqatdan ham shunday bo'lganmi? Haqiqatdan shunday bo'lsa, nima uchun Oswald hibsga olinganidan 2 kun o'tmay Jek Ruby tomonidan o'ldirildi? Juda sirli va ko'p yillar davomida tarix, siyosat va fitna nazariyalarining chorrahasida turgan bir savol bor. Kennedyning o'limi kimga kerak edi? Keling, sizlar bilan bu jinoyatga doir bir nechta gumonlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi gumondor MRB, Markaziy razvedka boshqarmasi. Kennedy Kuba rejimini ag'darish operatsiyasi muvaffaqiyatsiz tugaganidan keyin MRB ustidan nazoratni kuchaytirmoqchi bo'lgan. U MRBni 1000 bo'lakka bo'lib tashlayman deya tahdid ham qilgan. Fitna nazariyasiga ko'ra MRB Oswaldning harakatlaridan xabardor bo'lgan va uni qasddan to'xtatmagan. Ikkinchisi esa mafiya. U davrda Illinoisdagi asosiy mafiya guruhi bo'lgan Chicago Outfit rahbari Sam Giancana juda katta siyosiy va iqtisodiy ta'sirga ega bo'lgan. U Kennedyning otasi Joseph Kennedy bilan aloqada bo'lgani va Joseph Kennedy o'g'li uchun saylov kampaniyasida yordam so'ragani iddao qilinadi. Eng qizig'i, Illinois shtatidagi kichik farq Kennedyning prezidentlikni yutishda muhim rol o'ynagan. Mafiya Kennedylarni saylovda qo'llab-quvvatlab, evaziga jazolardan omon qolishni kutgan. Ammo saylovlardan keyin AQSh bosh prokurori Kennedyning ukasi Robert Kennedy mafiyaga qarshi ochiq urush e'lon qildi. Mafiya nazarida bu ochiqdan-ochiq xiyonat edi. Fitna nazariyasiga ko'ra mafiya Oswald bilan yashirin aloqada bo'lgan. Undan so'ng uni o'ldirgan Jek Ruby ham mafiyaga aloqador. Yana bir qiziq taxminga ko'ra Kennedyning o'limini Federal rezerv amalga oshirgan. Buning sababi Kennedy 1963-yilda dollar emissiyasini davlatga qaytarishni, ya'ni Federal rezerv vakolatini kamaytirishni nazarda tutgan qarorni imzolagan edi. Va bu moliyaviy elita uchun katta xavf bo'lgan. Ammo bu farmon faqat bitta prezident davrida amal qildi xolos. Kennedy o'ldirilgandan keyin darhol bekor qilindi. Boshqa taxminga ko'ra Kennedy Vyetnam urushiga to'liq kirishni istamagan. Harbiylar va qurol ishlab chiqaruvchilar esa urushdan katta foyda kutayotgan edi. Ammo Kennedy urush qilishdan ko'ra tinchlik o'rnatish katta jasorat talab etadi deya ta'kidlagan. Natijada 1963-yil 22-noyabr kuni Kennedy Dallasda o'ldirildi. 1963-yil 23-noyabr kuni esa Johnson prezidentlikni qabul qildi va oradan bir necha oy o'tmay AQSh Vyetnamdagi harbiy ishtirokini kengaytirdi. Kennedyning o'limiga doir o'nlab taxminlar, yuzlab surishtiruvlar bor. Lekin tarix hali ham o'z sirlarini yashirib kelmoqda. Ba'zilar uchun bu faqatgina oddiy qotillik bo'lsa, boshqalar uchun siyosiy fitna. Xo'sh, siz bu haqida nima deb o'ylaysiz?